Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Draco. Nega hardcore o'yinda yana boshidan boshlading desangiz, men u hardcore o'yinida o'lib qolibman. Shuning uchun qaytadan hardcore rejimida olishni boshladim. Daraxt chopamiz. 4 ta yetadi. Mana shu yerdan toshga kuchayib olamiz do'stlar. Buni tahta qilib olamiz hammasini. Hop. Yaxshi kirdi. Endi tosh olamiz do'stlar. Hop, do'stlar, bizga shuncha tosh yetadi. Qolganini tosh kirkida kovlab olamiz. Tosh kirka yasaymiz. Shunga bo'lsa ham hop, buni sindirib olamiz va ozgina tosh kavlab bu yerdan ketamiz do'stlar. Do'stlar, biz ko'rinishda tosh yetadi, endi bu yerdan ketamiz. Daraxt ham bo'lsak, daraxt kam, juda 5 ta bizga yetmaydi. Hop, bu yerdan ketamiz. Bu yoqqa faqatgina suv bor ekan. U qorli biyom, to'g'ri muzli biyom. Bu yoqqa kirmaganimiz yaxshi. Bu yerdan bir ikkita temir olib ketishimiz mumkin do'stlar. Ozgina fakir yasab ko'mir olib olamiz, chunki ko'mir uchun fakir bizga kerak. Bizga yetadi do'stlar. Endi yasaymiz. Hop. Do'stlar, hammasiga fakir yasaymiz. Mana bitta fakir yaxshi. Do'stlar, bu yer suv ekan. Bu tarafga kiraylikchi. Oy, bu yer yopiq. Kovlab keyin kiramiz. Oy, yo'q. Bu creeper menga yaxshilik qildi do'stlar. Men mana shu creeper portlamaganda mana shu temirni ko'rmas edim. Yaxshi. Kelinglar do'stlar, bu yerdagi mislarni ham olamiz, chunki misdan himoya kiyimi yasab olamiz do'stlar. Ozgina ko'mir olamiz, chunki mis va temirni eritish uchun. Do'stlar, biz esimizdan chiqarmasligimiz kerak, chunki biz hozir hardcore rejimida o'ynayapmiz do'stlar. Mana bizga 10 ta mis bor, 10 ta mis emas. Jami hamma full mis bo'lishimiz uchun bizga 21 dona mis kerak. Oy. Oldu. Hoppa. Bunu 20 kelgan do'stlar. Faqat instrumentlar yasashimiz uchun ham ozgina olib olamiz. Bo'ladi. Hop do'stlar. Endi biz boshqa tarafga qarab ketishimiz kerak. Hoppa. Kuş bor. Hoppa, yaxshi. Do'stlar, uni og'zida nimadir bor. Hoppa, tovuq go'shti ham bor.
ukalarning narsasini urib olib qo'ydik. Bu ovqat, shuning uchun buni ham olib olamiz. Uni yekib o'zimiz yetishtirsak ham bo'ladi do'stlar. Do'stlar, nega qizil bo'lmaganlardan olyapsan desangiz, bularni ekaman. Yo'q do'stlar, menga suyak kerak. Agar suyak bo'lganda bu itni o'rgatardim o'zimga. Shuning uchun hozir do'stlar mana buni ichiga tushib suyak izlab ko'ramiz. To'g'ri, baliq. Chunki baliqdan suyak tushadi do'stlar. Bu yerda aniq baliq yo'q. Shuning uchun ketish kerak. Yo'q, baliq yo'q. Hop, bu yerdan yuramiz. Hop, mana. Oy. Do'stlar, biz mana shu tarafga qarab ketamiz, chunki bu yerlar qorli biyom. Shuning uchun bu yoqqa qarab ketamiz. Oy. Hamma taraf qorli biyom bo'lib yotibdi do'stlar. Qorli biyom esa menga hech qachon yoqmaydi do'stlar. Endi nima qilamiz? Bu yerdan qanday ketamiz do'stlar? Hayronman. Bu yerdan temir olsa bo'ladi. Do'stlar, menimcha bu çıkamadım. Ya arkadaşlar, bu konu okulu topuk ekan do'stlar. Shuning uchun bu yerdan ketamiz. Qo'rqib ketdim. Şuradan suya geçsek nari tarafga. Qalay bo'lar ekan? Do'stlar, qorli biyomning daryosida hattoki baliqlar ham bo'lmas ekan. Qanday yomon, qanday omadsizlik. Hop, bu yerda yana ko'mir, bizga ko'mir yetarlicha bor. Bu yerda temir ham bor ekan do'stlar. Qarang, qanday yaxshi. Qo'yamiz. Hop. Oy, burada yana temir yo'qmi? Sakrab yursak ko'ramiz. Hop do'stlar, hammaga xayr. Bugun hardcore'ning 6-qismi tugadi. Nega 6-qismi desangiz, men o'lib qolishimdan oldin 5-qismini olgan edim. Xayr. Yaşlı, o yaşlı.